ketdim. Yo'q, mana sizni ko'rib shaqillab ketyapman lekin. Telefonchilar nima? Hammanglar shunaqa. Yo'q, hammamiz unaqa emasmiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, shunaqa bo'lib qoldi. Qani ko'ring. Uyda bekor yotgan ekan-da, shuni sotmoqchi. Hop, nech pul deyapsiz endi bu ikkalovini? Ikkaloviga 700. Yo'q, ikkaloviga lekin ichini ko'rmasdan turib bilib turibman, shu qimmatligini. Uchaloviga normalniy, birodar. Ikkaloviga вообще kam aytyapsiz. Yo'q, nech pul bu? Bu to'g'risi, ani bo'ladiganini aytinglar. Mana bunaqa sovuqda to'g'risi turgim kelmayapti. Sovuqga yo'raman ozgina. Men sizni shuncha kutdim sovuqda. Yo'q, tushundim endi. Qarang, $50 o't bera olaman-da. Aytgan sumonda. 650 gam. O'zim ham iltimos qilib turib sota olmasam kerak. Klientlarga unaqa narxga olib turib keyin. Yaxshilab iltimos qildim. Voy, bu men hammasini alishtirib ko'rgan ekansiz. Display, Face ID mi? Face ID akkumulyator. Necha pul narxingiz o'ziz? Qarang, 300 ga 150 olib qolaman. She'rga uryapsiz. Yo, tushundim, endi men buni alishmagan joy qolmabdi-da. Tuzug'ini o'zi 200 gacha olamiz, zo'rini. Hisob kelmayapman. Ikkita telefon beraman. Yo, tushundim, gap so'z yo'q. Qarang, bo'pti, uni qilamiz. Hop, 350 ga 150 olib qolaman. Undan yog'i rostdan ko'tarmaydi. $1 ham qo'shib beraman. Yo, tushundim. Rostdan ko'tarmaydi yog'iga. Keling, barakasini bersin. Unaqa $50 ga talashirgan o'zi qizga ham o'xshamayapsiz. Qo'lingizda 16, 17. Yoshing eplab bo'lmaydimi deyman? Mayli, bera qoling. Bo'ladimi? Rozimisiz? Roziman, mayli, barakasi bersin. Tak 3 kiloga 700 ga o'ylab ko'ring. 1 2 3 4 5. Ming. Rahmat, sog' bo'ling. Qaqqa sog' bo'laman. Hali buni ichlarini tekshiraman, yemakalarini. Yuring, mashinaga o'tiramiz.